Assalomu alaykum. Hozir Gulistonga bek qurilish qilganmiz. Katta beton zavodni qurilish kompaniyani nimalari, mexaniklari. Aka, nechta texnika bor sizda? Qo'los sizda? 15 ta texnika bor. 15 ta texnika. Eng qizig'i, bu yerda ko'zim tushgan narsani qaranglar. 2022-yildan beri Balon Bay Megavan bilan ishlab kelishgan ekan. Sahnalarigacha mana bor, yaqinroq ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Bu ko'p olingan ko'p balongalar uchun tashakkur sifatida bergan ekanlar. Xo'p aka, sizga homiylarimizdan arzimatimizga ham sovg'a. Siz bor narsalar bor. Buncha ham buni ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. Balonlarni o'sha texnikalarni datchigini o'lchab turasiz, havo bosimini, temperaturasini, shunga o'xshash narsalar bor. Homiylarimiz tarafdan arzimasimizni ham sovg'ani qabul qilasizlar. Xohlasa bo'ladi ham. Arzimagan sovg'alar bor. Hop, yangi balonlar kelgan aka, transmit degan balonlar kelgan. O'zimiz oldik, o'zimiz olganimizda samosalarimizni zo'r chiqqani uchun shu bir sifatida sizga tavsiya qilaman. Mana bu yerda transmit balonni shuni bir taqib qo'yinglar sinovlarga. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi, keyingi texnikalar qo'ying, mana shu balonni oladigan bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa. Sizlarga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, ishlarga omad.